Singlim, o'zi puldan qiynalib turibman. Bu yoqda firmani soliq bosgan. Bu yoqda esa jiyanlaringni kontraktini to'lashim kerak. Ha, pulim bo'lganda jonim bilan berardim. Yo'q-da, nima qilay? Yo'q. Nilufar, bo'lsa jonimiz bilan beramiz. Oling, choy iching. Akangiz shu muammolardan qutulib olsinlar. Keyin jonimiz bilan yordam beramiz. Singlim, kvartira falon pul turadi. Ha, unga pul yig'ishda o'zi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Undan keyin sen shu qaynonangni ko'nglini olgin. Bir uyga joylashib olgin. Hayhotday hovli bo'lsa, sekin ko'nglini ovlab bitta xonaga joylashsang bo'ladi-ku. Senga kvartira nima kerak? To'g'rimi? To'g'ri, Nilufar. Hammani o'zini ro'zg'ori bor. Qarzlarimiz bor, to'g'rimi, dadasi? Ha? Endi boshqa ilojim qolmadi-da, ekan-aya. Iya, mana asal singlim kelib qoldilar. Assalomu alaykum, aka. Bormisan, tuzukmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, borlar. Xudo xola akalaring bitta uy olib bersin debdi. Olib berasanmi? Ha? Ha? Bitta uy olib berasanmi singlingga? Mamnun. Ha? Aka, oyijon shunaqa dedilar. Hay, oyijoningiz gapirsa, bu yoqqa olib kelaverasizmi? Sal o'ylab ishingizni qilmaysizmi? Singlim, mani bilasiz aka, yaqindan mashina olib o'zi qarzga botgan bo'lsa, bemavrid keldim shekilli. Yoqimli ishtahasilarga men ko'chada choy ichib olaman. Yaxshi o'tiringlar. Keling. Salom aytib qo'ying, xo'p? Bo'pti. Aka, Undan foyda yo'q. Mendan qolma, mendan. Ol.